200 ming sovurdingizmi ichiga? Bir songa qo'yilgan ishlar. Gulistonda oxirgi vaqtlarda shu kabi o'yinchoq avtomatlar trendga chiqdi. 2000 so'm tashlaysiz, lekin aslida 10 ta urinishdan faqat bittasida yutish imkoni bor. Endi savol tug'iladi, bunda qanday marketing va psixologik hiylalar bor? Like bosib obuna bo'ling, ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu near miss effekti. Ilmoq o'yinchoqni ushlaydi, lekin oxirgi soniyada marraga yetmasdan tushib ketadi. Bu ataylab qo'yilgan psixologik effekt. Hozir yutaman degan fikrni uyg'otadi va odamni yana qayta urinib ko'rishga majbur qiladi. Ikkinchisi visual merchandising. O'yinchoqlarni rang-barang, juda jozibador qilib joylashadi. Yonidan o'tsangiz ham ko'zingiz tushadi va ichingizda bir marta bo'lsa ham o'ynab ko'rsamchi degan impuls paydo bo'ladi. Uchinchisi kichkina chek bilan qayta sotuv. 2000 so'm kichkina puldek ko'rinadi. Shu sabab odam hech qisi yo'q, yana bir marta urinib ko'ray deydi. Lekin shu kichik summalar 5-6 martada 10-15 ming so'mga aylanadi. Biznesga asosiy daromad ham shundan keladi. Bu bolalar uchun salbiy bo'lishi mumkin. Ya'ni bola tez natija kutishga, mehnat emas, omadga ishonib qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, yutolmaganda asabiylashish, tajovuzkorlik, sabrsizlik kuchayishi mumkin. Biznes tomonlama gapiradigan bo'lsak, bu zo'r passiv daromad biznes modeli.